Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qayerdansiz xola? Kattaqo'rg'ondan. Ism familiyangiz? Toshva Mahbuba. Qanaqa masala bo'yicha kelgansiz? Mana shu navoramni ichim og'ridi, anaqa qildi degani ichidan tejab olib keldim. Nevarangiz ism familiyasi necha yoshda? Habibullayev So'hrobbek. Necha yosh? 7 yosh. Siz qayerga keldilaringiz? Ha? Qayerga keldilaringiz? Ishtixonga Baxtiyor ota klinikasiga olib keldim. Qanday davolashdi? Yaxshi, Xudoga shukr. Yaxshi, marka tushirib berdi qutini. Nimalar bilan davoladi? Endi ana giyohlardan ichirdi. Har xil tabletkalardan ichirdi. Nechinchi kelishlaringiz hozir? Bu ikkinchi kelishimiz, bultiram keldik bir. Bu qurt sizni bolachangizdan tushdi? Ha, nabiramdan tushdi. 1,5 metr shilliq qurt bular. Bu qachon tushishni boshladi? Men giyohlar ichib bo'lgandan keyin yarim soatmi, 1 soatmi shunda tushib bo'ldi. O'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz? Ko'zim bilan ko'rdim, ishondim. Minnatdorchilik qurti borlar olib kelaveringlar. Ishonchli ekan. Minnatdorchilik bildiramiz biz bularga. Rahmat. Bolangiz ahvoli qanday hozir? Yaxshi. Xudoga shukr, yaxshi. Rahmat sizga ham.